Sen nima qilyapsan bu yerda? Ma'murimizdan ham olamiz. Ma'murimizdan ham olamiz. Yur, ma'murimizdan ham olamiz. Qara zo'rligini. Shunchasiga pulingiz yetadimi? Voy, eshitmadingmi? 30% dan 50% gacha chegirma qilib tashlashgan. Qaysi kiyimga? Voy, yur ko'rsataman senga. Bu yerdagi hamma dvoykalar 30% skidkaga ketyapti. Ranglarini qara bilan. Mana dvoykalar zo'rligini qara. Bunga ham 50% skidka qo'yib yuboramizmi? Qara ketdik. Bugundan ham 50% skidkada. Bo'lsin sizlarga bo'lsin, bularni ham 50% skidkaga qo'yib yuboraman. Ana, endi 50% skidkada olsanglar bo'ladi. Chorsuvdagi Nesta do'koniga kelsangiz, 200 minglik narsani 100 mingga, 100 minglik narsani 50 ming so'mga sotib olsangiz bo'ladi. Bitta kiyim xarid qilaman deb kirgan inson 4 ta 5 ta kiyimlarni xarid qilib ketishayotgan ekan. Maktab formalaridan tashqari har xil rangli koftichkalar ham bor ekan. Qarindoshlaringizga ham hadyalarga, sovg'alarga ham olsangiz bo'lar ekan. Kommentariyada necha yoshsiz va necha razmer kiyishingizni aytsangiz, bu do'kon sizga mos kelgan narsalarni yozib ketaman. Oyoq kiyimlarni bu hammasi emas, ya'ni yangi tovarlar kelayotgan ekan. Albatta siz ham kelib skidkada xarid qilib olishga ulgurib oling.